Bugungi video murojaatim Ulug'bek Shukurullayevga. Hurmatli Ulug'bek Shukurulayev, sizda mana shuncha podpischigingiz bor. Ular sizdan nima kutyapti? Ular sizdan nimadir bir yangilik qilasiz, xalqqa foydali narsa qilasiz deb kutyapti. Siz nima qilyapsiz? Aytasiz shtrafnoy. Aytasiz shtrafnoy. Shtrafnoy istengiz bizga nima kerak? Shtrafnoy istenga. Egasi kimligini bilasizmi uni? Egalari vaqtiga obligatsiya bo'lgan, sud bo'lgan vaqtiga, prokuror bo'lgan, shtrafnoy istenga bizga kerak emas. Chek bor, mana ijro bor, shaqqillatib uyinggacha keladigan. Bizga shtrafnoy istenga kerak emas. Ichuvchi kim? Men ichuvchi tarafdori emasman. Ichuvchilarni xuddi jinoyatchidan battar xo'rlab tashladingizlar. Pravosdan lishon bo'ldi 3 yilga shtrafini to'ladi. Nima yana shtrafnoy istengiga yotish kerak? Mashinasi yillab uni. Oddiy magnitofon bilan shtrafniga tiqibsizlar. Oddiy led lampalar bilan xuddi bir bisratib biznagilan qilib qo'ygansizlar. Yo'llar ko'rinmaydi, palasalar ko'rinmaydi. Svetoforlar zo'rg'a yonadi, sarg'ayib, yashillari ko'rinmaydi. Nimaga shtrafnoy kerak emas deb qo'yinglar, shtrafnoy kerak emas deb bo'lsanglar, yetib borsa shtrafnoy istenga kerak emas. Bironta davlatda yo'q shtrafnoy istenga. Shtrafnoy istenga yotadi yillab mashinalar xor bo'lib, paxta dalada qor yomg'ir bo'lib, oftoblarga oftob urib, shtrafnoy istenga bizga kerak emas.